Gulistonda hech kim qilmagan yangilikni qildik. Ya'ni 100% gaz sunuqqa qildiradigan bo'lsangiz, avvallari 4 silindrga bor yo'q ikkita taqa qo'yardik. Hozir har bir silindrga bittadan taqa qo'yapmiz. Nimaga? Tok yaxshi yetib borish uchun va motor qiynalmasligi uchun. Mabodo suv tegib bittasi kuyib qoladigan bo'lsa, qolganlari bemalol motorda yurg'azsa bo'ladi. Turish holatiga bitta baho berasiz. Lattalik izentalar ishlatib, montajlarni zo'r qilgan holatda idealni qilib sunuqqa qildik. Reduktorga kerak bo'lsa, ikkita tar reduktorlar bilan hech narsaga xalaqit qilmaydigan, shlangarni hech narsaga xalaqit qilmaydigan holatda sunuqqa qilib turish holatiga bitta baho bering aka. Endi bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Balon joy keladigan bo'lsak, 4 ta 200 talikda 5 tadan lentalar qilib, idealni holatda yaxshilab tortib, rezinkalarni zo'r qilgan holatda sunuqqa qilib berdik. Zapravka joy ikkala tomonda ham bor. Nimaga? Zapravkada muammo bo'lmasligi uchun. Mana shu datchikni o'rnatishimizga ham 1 soatdan oshiq vaqt ketadi, lekin o'rnatib beramiz. Assalomu alaykum. Qayerdan kelgansiz? Birinchi savol. Qarabog'iston Amudaryo, Mang'it. Voy. Qo'ldan keldingiz a? Gap yo'q ekan. Endi qarang, birinchi savol, eng ko'p berilgan savol, mana 100% metan so'nga qilingan ekan, yurish qanday? Yurishi zo'r ekan, salakada haydab keldik. Ha, faqat to'g'risini ayting, sababi boyaga maqtash shart emas. Borini aytgangiz, baribir yaxshi. Yo'q, yengil ko'chishlari yaxshi. Razgomoshlar ham oldingidan yaxshi. Narx-navolar qanday? Narx-navo arzon. Yaxshi. Boshqalardan bas so'ragansizmi, to'g'rimi? Ha, hamma joy so'rab ko'rdik. So'rab ko'rdingiz, arzoni, sifatli. Aka, aka sizga ham xuddi shunaqa sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xohlagan joyingizdan so'rang, baribir eng arzon va sifatlisi bizning xizmat bo'ladi. O'ylanib o'tirmang, eng chiroyli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Ishingizni chiroyli, sifatli, kafolatli holatda o'rnatib beramiz.